Vladimir Wolfovich Jirinovskiy yoki Dядя Vova Rossiya siyosatidagi to'xtamasdan portlaydigan figura. U Almatada tug'ilgan. Moskva davlat universitetining Sharq fakulteti va yuridik fakultetini tamomlagan. Bir nechta xorijiy tillarni puxta bilgan siyosatchi sifatida faoliyat boshlagan. U siyosiy maydonga chiqqan ilk yillardan boshlab o'zini odatiy deputatlar qatoriga qo'shmadi. U minbarga chiqishi bilan parlamentdagi muhit keskinlashadigan, hatto tinch kunni ham janjalga aylantira oladigan odam edi. Jirinovskiy siyosiy faoliyatda ko'p narsa qilgan bo'lsa-da, uni mashhur qilgan asosiy narsa uning mojarolari bilan to'la uslubi. Duma zalida mikrofon oldida baqirgan, raqiblarini haqorat qilgan, o'z tarafdorlarini esa qattiq bosimli ritorika bilan boshqargan. Uning chiqishlari o'z-o'zidan muhokama emas, balki bosim vositasiga aylanardi. U teledebatlarda ham o'zini tiya olmasdi. Bir nechta efir jarayonida raqiblari bilan jismoniy to'qnashuvlarga yaqin holatlar qayd etilgan. Kameralar oldida stul orasidan turib keskin harakat qilgan. Ayrim paytlarda hattoki qo'lini birovning yuziga tekkizishga yaqin kelgan. Bunday epizodlar shunchaki siyosiy bahs emas, balki Jirinovskiy uslubining bir qismi edi. Agressiya, bosim va chuqur provokatsiya. Jirinovskiyning eng keskin tanqidlari odatda liberal siyosatchilar, demokratik islohot tarafdorlari va g'arb siyosatini qo'llab-quvvatlagan guruhlarga qaratilgan bo'lgan. U Yeltsin davridagi ochiq bozor islohotlarini, davlatni zaiflashtiruvchi choralar, kommunistlar siyosatini eskilikni tiriltirish urinishlari deb atagan. Yavlinskiy va Yabloko partiyasiga esa doimiy ravishda tajovuzkor ritorika bilan hujum qilgan. U kimni yoqtirmagan bo'lsa, uni efirda ayamay tanqid qilgan. Mayda yumshatishlar, diplomatik iboralar Jirinovskiy repertuarida yo'q edi. Eng qattiq tanqidga sabab bo'lgan epizodlardan biri jurnalistga nisbatan tahdid bilan bo'lgan mojaro. Matbuot anjumanida berilgan oddiy savol uning g'azabini qo'zg'atgan va u jurnalistga nisbatan keskin, hatto etik me'yorlardan chiqib ketadigan buyruqlarni yordamchilariga bergan. Bu voqea Rossiya va xalqaro matbuotda katta tanqid ostida qolgan. Parlamentning etik komissiyasida ham muhokama qilingan. Jirinovskiy vatandagi siyosiy guruhlar bilan to'qnashgani yetmaganday, xalqaro maydonda ham o'ziga xos agressiv diplomat rolini o'ynagan. Bir nechta davlatlarning siyosatini ochiq tanqid qilgan. Tashqi siyosat masalalarida haddan tashqari keskin takliflar bergan. Ba'zan uning bayonotlari diplomatik norozilikka sabab bo'lgan, ammo Jirinovskiy bunga e'tibor ham bermagan. Siyosiy hayotining boshqa bir nozik tomoni mustaqil tergov nashrlarining uning oilaviy mulklari yuzasidan bergan tekshiruvlari. Ba'zi materiallarda uning rasmiy deklaratsiyalarida ko'rsatilmagan mulklari, xorijdagi aktivlari haqida savollar ko'tarilgan. Bu ma'lumotlar uning atrofidagi mojarolarga yana bir qatlam qo'shgan. Shu bilan birga Jirinovskiy Rossiya siyosatida uzoq davom etgan deputatlik faoliyatiga ega bo'lib, mavjud hukmron tizimiga ham yaqin, ham uzoq turadigan murakkab figura bo'lib qolgan. Uni kimdir populist, kimdir Kreml uchun qulay kontrolli muxolifat, kimdir esa real siyosiy bosim vositasi deb baholagan. Jirinovskiy esa bularning hech birini inkor qilmagan. O'zini qanday bo'lsa shunday tutgan. Keskin, shovqinli, to'xtamasdan bahslashuvchi va hech kimdan qo'rqmaydigan siyosiy figuraga aylangan. U vafotdan keyin ham siyosiy sahnada bo'shliq qoldirdi. Rossiyaning bugungi siyosatda Jirinovskiy darajasidagi ochiq, agressiv va janjalni o'zi bilan olib yuradigan figura yo'q. Parlamentdagi keskin bahslarni, teledebatlardagi portlashlarni, xalqaro maydondagi provokatsion bayonotlarni ko'rganlar uni unutmaydi.